olg'a deydi-yu o'rtoqlar. 30 xildan ortiq mevali daraxt bor. Общий maydonimiz qancha? Hammasi shu yoshlarimiz yig'ilgan. Bu yerda 1 gektari 40 sotiklik ekin. 25 mingdan hisoblagandan pulni endi hisoblaysa, biz ham pulni hisoblab o'tirmaymiz. Rosa qiziq ketdilaringiz-ku. 5-6 yil qolib ketsa ham pul ustiga pul bo'laveradi. Bo'laveradi. Stretcherni bo'lib ketaveradi. Plan shunday o'rtoqlar. Jinoiy rejani shunday tuzamiz. Olmalar g'arq pishayotganlardan ko'z qirib keladi bog'lar ekan. Yapon tutlari shu 8 ming, 9 ming, 10 minggacha ketyapti dona. Siz bizga ulanganingiz zo'r. Biz sizga ulanadigan kanalning nomini ayting. O'sha serviqor, qorli tog'lar, Surxondaryo hududlaridamiz. Qaranglar, qanaqa ajoyib manzara. Yoshlarimiz mana shunaqa bir chiroyli joylarda, baho joylarda mana shunaqa turli xil o'simliklarni ko'paytirish, daraxtlarni ko'paytirish, manzarali, mevali, turli xil yo'nalishdagi, demak, daraxtzorlar, ko'chatlar ko'paytirish ishlari bilan shug'ullanishadi. O'zlariga olgan yerlari, hududlari shu yerda bor. Bunaqa joylar aslida juda ham ko'p, lekin hozir ma'lum bir hududdagi bitta ikkita yoshlarimiz bilan tanishamiz hozir. Shu yerda yoshlarimiz bor, ha? Bir kelinglar, bir gaplashaylik ular bilan. Ketmonlari bilan turishibdi. Qaysi bir yoshlarimiz? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ketmon va choylar bilan realni bu dehqonga o'xshab turibdi. Ismingiz nima edi? Sirojiddin. Bu yigit ham berganmi? Ikkovinglar. Maşallah. Ixtisoslashgan joy shekilli. Chunki tepa taraflarda ham ko'rdik-da, sizlardan tashqari ham boshqa tadbirkorlar ham qilgan ekan bu yerda. Ko'pchilik. Bir joyga borsak, teplitsalar joylashgan, teplitsalar bilan shug'ullanyapti. Bir joyga borsak, mana sizlarga o'xshagan ko'chachilik, ma'lum bir joyda quyonchilik, deylik, baliqchilik shunaqa bo'lingan ekan. Shu hudud shu bilan shug'ullanadimi demak? Demak, bizning o'rmon mahallamiz shu mevali daraxtlar, archalar, yovvoyi daraxtlar bilan shug'ullanamiz. Asosiy driver shu. Juda yaxshi. Qani yana bitta ukamiz unisiz. Kelyapti. Ketma, hozir borib bular bilan gaplashamiz. Shaka boraylik, shada. Siz yurib gaplashib. Ketmondan qanday ko'tarib yuribsiz? Ketmonda chopadigan ishlar bormi? Dron oladigan vaqtimiz kelgan, biz hali ham ketmon ko'tarib yuribmiz. Qani olg'a deydi-yu o'rtoqlar. Bir gaplashamiz. Joyda qaranglar, haqiqatan zo'r joyga joylashgan ekansizlar. Mana bu joylarni qaranglar. Yog'ingarchilik yaxshi bo'ldi-ku. Nechta yoshlarimiz bor? Aytishimiz bo'yicha bu yerda bir yosh yig'ilib bitta joyda, 7 ta joy, 7 ta yosh bitta yaxlit hududda ishlaysizlar. Qo'ni qo'shni. Shunaqami? Shunday. Ya'ni birikib bir mahsulot turi bo'yicha hozir gap ketyapti. Bir mahsulot iloji bo'lsa agar o'sha ko'chatchilik bo'lsa, o'sha ko'chatchiliklarda birga kelishib. Bizda asosan mevali daraxt. Keyin yovvoyi daraxtlar. Daraxtlar. Archalar. Общий maydonimiz qancha? Hammasi shu yoshlarimiz yig'ilgan. Bu yerda 1 gektari 40 sotik. Shu necha sotiqdan tushadi shunda har bitta yoshga? 21 sotikdan bergan. Shu 1 gektari 47 sotikmi shunday atrofda. Juda yaxshi. Olganinglarda bu yerda nima bor edi? Ekin deyarli yo'q edi. Shu omboy bosib yotgan joylarda. Shu kelishimizdan oldin ham aytib yuribdi shu. 30 xildan ortiq mevali daraxt bor. 30 xildan ortiq. Maşallah. Hormanglar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Harakatlar bilan. G'ulom aka akasimi? Haligi multfilmda sarxatlari bo'ladi-yu, Simbani, Qirol Sherda. O, serviqor tog'lar, pastda talalar. O'zi aslida joylashgan joylar rasm menga yoqdi, qaranglar. Mazza qilib ishlaydigan joy. Shunday. Demak, suv bor, chaylar bor. Va, o tepada chaylalari bor. Bir nechta yosh? Общий nechta bo'ldi hammasi? 7 kishi. 7 kishi shu yerda joylashgansizlar. Bir-birlarini taniysizlar, bir-birlarini biznesinglarni bilasizlar. Qaranglar, qanday bir mukammallashgan joy. Agar sizlarga yana joy bersa, yana kengayib ketaveradi. Muammo yo'q. Tajriba bor. Bu tepalarda ham bor degan. Endi bu yerlarda yana berilaversa, yana ko'payib ketaveradi. Ekinimiz ko'p, ekaydigan narsalar. Endi mana shu yerdan sekin yurib tushuntirib o'tasiz. Pastga qarab, mana bu yerda majvelnik dedikmi? Bular stretchni, dekorativni majvelnik, archa bular. Mina barqlik. Shu yerda o'zi bitta bizdan talab bo'ladi. Iloji bo'lsa, endi mana shu ariqning ichidan suvni vahshiyona haydash usulidan voz kechish kerak edi. Maksimal darajada tomchilab chiqarish tizimiga o'tish kerak. Bu yerda tomchilashga bizga noqulaydi. Har masalan 5 kunda bir chopamizda, kapelni ololmaymiz. Traktor maydalayveradi. 5 kunda chopilmasa rassuv ketadi. Agar siz kapelni arashini qilib to'g'ri taydan tortsangiz,
Bu yerda o'zi chopilishga hojat qolmaydi. Yer baxmatdek bo'lib turadi o'zi. Kerakli suvni beradi, ortiqchasini bermaydi. Biz mana aralashgan suv qo'yamiz-ku. O'sha suvlarni siqib, haligi kislorod siqib chiqarib yerda qotirib tashlagan uchun siz chopishga majbur bo'lasiz. Agar kapilni aralashganini qo'yib qo'ysangiz, unaqa chopilmaydi uncha bunchaga. Buni arasini ham chopamiz-da, qarang, mana 30 sm kelgan-ku. Orasi ham katman kiradi-da, ayollar ham ishlaydi-da. Bizga noqulay. Bodeliklar ham qilmaydi kapilni. Ko'chatchi kapilni qilmaydi, boqqa qilaylik. Endi men juda ham yo'tik mutaxassis emasman, ko'chatchilik bo'yicha. Ko'chatchilik bilan surishtirib ko'ramiz. Umuman kapilni aralashganni ko'chatchilikda qo'llash qanaqa darajada samarador degan narsaga avval men javob so'rab ko'raman. Agar men bo'lsam, maksimal darajada harakat qilardim, shunaqa suvi masalasini kapillik bilan hal qilishda, oziqasini ham berishdi. Balkim siz bilmaydigan qanaqadir sir sinoatlar bordir, balkim. Aniqlashtirib ko'ramiz. Hozircha bu status quoda qolsin. Siz o'zingiz fikringizda, men o'zim fikrimda. O'sha yerda men shu tarafdorman. Demak, pastga qarab yuramiz. Sizlar bitta masala borda, mana majburiylik deymiz. Sizlar buni kichkinalikdan olib ekasizlar, to'g'rimi? Buni urug'idan olib o'zimiz ekib, adenni polda, keyin 1 yil polda o'sadi, keyin 1 yildan keyin yerga agatga olinadi. Bizda o'zimizni vegetatsiyasida 3 yil turadi, 3 yildan keyin sotiladi. Bu majburiylik archalar. Tushunarli. Endi shu archadan ham daromad bormi yoshlarga? Archalar daromadida yaxshi. 3 yil hech qanaqa daromad qilmaysiz. Deylik archa misolda. Lekin mana ekilgan hozir, lekin xarajat boshlangan davr. Hozir texnika ko'p ishlaydi, odam qo'li ko'p ishlaganda dori sepiladi. Ayni vaqtda daromad yo'q-da bundan, ayni vaqtda. Ayni vaqtda yo'q. Bu yil dekabrda daromad boshlanadi. Noyabrda, dekabrda boshlanadi. Sotilib boshlanadi. Ana o'shanda avvalgi o'tgan 2 yilimiz bor-ku. O'shalar bilan yopilib, chiroyli bo'lib daromad. Daromad yaxshi. 30 mingdan 25 mingdan ketadi-da bir donasi. Bir donasi. Bu yerda qancha bor? Ekilgan 50 sotiqqa. 40 mingta. 40 mingta ekilgan. 25 mingdan hisoblagandan pulni endi hisoblaysa, biz ham pulni hisoblab o'tirmaymiz. Lekin eshitdinglar-a, birdaniga hisoblab ko'rib, Husniddinga o'sha valigi toj kiydirib, ana o'qib qo'ymanglar. Bu yigitlar aytdiki, 3-yil, 3 yil, necha yil bo'ladi? 4 yil, 4 yil. Bu bizda anomizga 3 yil turadi, 3 yildan keyin sotiladi. Demak, 2 yil aniq daromad qilamiz. Mana shu 3-yili daromad qilish. Bu 5-6 yil qolib ketsa ham pul ustiga pul bo'laveradi. Stretcherni bo'lib ketaveradi. Bu yoshi o'saversa. Xo'p, endi yapon tuti. Men to'g'risi rosa yoqdi bu daraxt menga. Bu yerda yapon tuti ham bor, shot tuti ham bor. Shot tuti ham bormi? Shot tuti ham bor. Bularimiz qanaqa? Bular mana shular yapon tuti hozir bari kattalar. Buni ham 3 yil kutasizlarmi yo? Yo'q, bu 2 yil 24 oyda tayyor bo'ladi. Bu yil o'z noyabrda boshlanadi, sotuvga chiqadi kuzda. Bu nisbatan kamroq. Bu 2-yil ketyapti. Bunidan daromad manbai qanaqa? Bundan ham daromad bormi? Chunki bu juda ko'p joylarda men ko'rdim, o'sib turganini, menimcha perspektivasi bor buni ham. Bu yapon tutlar 8 ming, 9 ming, 10 minggacha ketyapti donasi. Yiliga qancha ekilgan bu yerga? Hozir bu yerga 15 sotiqqa 18 mingta ekilgan. Mana shu 10 agatga. O'zingizlar ataylar bo'lib oldinglar, bir xil turib ekmadinglar-da. Bu yerda majvinlik bor, bu yerda yapon tuti bor, mana yerda adenni ekilgan. Ataylar bo'ldinglar-a buni? Bo'lingan. Turli xil, ya'ni unisi pul bo'lmasa bunisimi yoki ilmiylar yetgani uchun qildinglarmi? Ko'chatni ham, uni ham, buni ham bir xil qilmasdan demoqchiman. O'zi har xil qilamiz. Bundan tashqari ham xilli ko'p hali. Bormi? Boshqa dalalarda ham bor-da. Bu qanaqadir? Bular nok. Nok. Bu yerda 3 xil nok bor. Bu yerda bahorga pishadigani bor, yozga pishadigani bor, kuzga tramvayda saqlanadigan ham bor. Qishga noklar ham bor. Mijozlari bormi? Mijozlari bor, zakazlar ko'p. Hozir biz yuryapmiz, bog'larda imkon qadar o'sha zamonaviylisini ekinglar deb targ'ib yuribmiz. Intensivni emas, shu Xondizaga tog'dan ko'p zakaz tushadi bu yerlarga. Nok tramvayda qish kuniga saqlanadigan mevasi. Zo'r. Bunisi? Bunisi kilos, chereshni. Chereshni katta bo'ladi. Qaysi navi? Bu yerda stina bor, valovoy bor, o'zimizda mesni bor. Mesni, mayska deydi. Mana hozir uje pishib qoldi o'zi. Hozir ochiq havoda pishgani ham bor. Bor. Yo shoptoli, yo bodom. Bular bodom. Po'sti yuqa bodom. Qilich bodom deydi. Katta. Bular shu o'zimizda hududga yaxshi bo'ladi. Oltinsoy, Sherobod, Jarqo'rg'on, Adirli zonalarga bashib o'qiydi buni. Yana mevasi. Buni ham mijozlari bormi? Mijozlari bor, bularga ham zakaz bor. Xo'p, qalamchi ekib qo'yishlar. Yo'q, bu yerda xurmalar bor, raketa bor, shikolatli xurmalar bor. Hozir ulayapsan. Payvand ko'karyapti. Bo'ldi. Xurma ulanadi. Buni hozir Termizga skil ilova teplesani ichiga mevasini qoqib eksport qilyapti-ku. Termizda o'zida shunaqa teplesalar ochildi-ku hozir mevasi. Bor. Bu yerda olmalar bor, fuja bor, penkili bor, kremson bor, mayski bor. Har xil olmalar bor. Qishki, yozgi, bahorgi 3 xil, 4 xil olma bor bu yerda. Bularda payvand taglari ham bo'ladi-ku. Ular masalasi qanaqa? Bu hozir
1 yilligi bepayvand holatida hozir mana payvand solingan, mana bular payvanddan chiqib kelyapti. O'sha payvand tagi qayerdaki? Tagi shu urug' sensa, kulyon ham bor, urug'lisi ham bor, kulyon payvandlar ham bor. Payvand taglarida, xorijiy payvand taglarida nima qildik? Juda tez hosilga kirgizib, tez yo'l. Ularga endi bir stalba bilan sim tortilish kerak-da, intensivnilar. O'zida o'zi yakka turmaydi ularga. Mana tog'li Xonjiza sangardaklarga bu qulay. O'zimiz mana Xonjiza sangardaklarga 5 stoykali mana shuni urug'lik kerak. O'zimiz ushlaydigan. Mahalliga, mahalliga, yo'q, mahalliy emas, o'zi Xonjiza bilan Sangardakda Boysunlar olmalasi brend-ku, eksport qiladi. Ularga ham osma kerak emas ularga. Ular o'zi yakka turish kerak. Tushunadi. G'ulomjon keling. G'ulomjon mana yetib keldi va nihoyat. Bu qizil nima? Bu qizil italyanskiy pisarida Nina Barg, dekorativ. Assalomu alaykum G'ulomjon. Assalomu alaykum. Sizlarda yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? Demak, siz o'sha Xonjizaga bo'ladigan haligi unaqa ekib o'tirmaydi-da, ustunlar qilib, o'zimiz oddiy holda o'sadigan nimalarga qilyapsiz. Mana yana bitta ayting, hokimiyatlar oldida o'sib turadigan nima deydi? Bu pisarida italyanskiy Nina Barglik dekorativni bu. Bu ham hosili borda. Qizil bo'ladi. Ya buni, hosili ham bor buni. Hosili bo'ladimi? O'rtoqlar bo'ladi-da, ko'p. O'rtoqlar, bitta qiziq voqea bo'ldi, yaqinda ko'rdik. Biz Termizga borib, erta pishar tarvuzlar, o'sha Mikador ispanskiy ko'p bir nechta navlari bor, ko'rsatganimizda juda to'polon bo'lib. O'rik. O'rtoqlar, bitta o'rikni nav bor. Termizga borib, o'rikni o'sha Mikador yo shunga o'xshagan turlarini ko'rsatganimizda shov-shuv bo'ldi. U erta pishar ekan, zo'r ekan. To'g'rilari payvandagi bor edi, boshqa holatlari bor edi. Hozir Husnga aytyapman, mana o'riklar joyiga keldik. Qaysi o'riklardan bor desam, bor aka, bizda ham shunaqa qolishmaydiganlar bor deb. Nimalarimiz bor? Mana shu o'sha Jarqo'rg'onmi, Qumqo'rg'onda oxirgi bir efirlaringizda Mikado sortda mana ertachi mayska bilan teng pishadi. Bizga qaraganda, mana hozirgi Denoga qaraganda 10 kun oldin pishadi bu sortlar. Bizdan 10 kun oldin pishadi buni ekkan. Bor o'zimizda. Bizda ham bor. Bizda bor. Boshqa sortlar ham bor deb aytasiz-ku. Bu yerda mana Rubitsa ham bor, qizil. Mikado bilan bir xil vaqtda pishadi. Hozir o'sha yana bog'imizda o'zi qizardi. O'sha Rubitsalar qizargan. Mana shuncha qo'ygan kalibri. Bor, mana yerda Rubitsa navi bor. Turetskiy qizil zardoli. Erta pishar. Shu mayskadan ham ertachi pishadi. Hozir bor deyapsizmi? Hozir bor, mevasi o'sha pishib qolyapti, qizarib, yarim qizarib. Yana qaysidan bor? Bu yerda mana subxondan bor, 2 xil. Subxoni mana xo'p, mayda oxirsida pishadigan tuksizi ham bor. Keyin bunisi qoqib bo'ladigan buni. O'zini shoxlarida qoqib bo'ladigan. Sizlarda bilmadim, hozir nechta bo'ldi hozir? Hozir bu yerda 5 xil ana 5 xil. Umumiy oyog'ida yog'da yurib kelyapmiz, G'ulomjon. Hozir shu yerda o'zi bir 10 xildan oshiq o'zi bo'ldi. Yo'q, bu bolalar usta bolalar. Akamiz men 1 oy oldin kelib, shu Mahmudjoyni do'stimiz kelganda birga kelib ko'rib ketdik, Husnlar bilan suhbatlashganmiz. Kelganimizdan keyin ham ancha chiroyli bo'libdi. Hozir bu haqida ko'proq muxlislarimizga ma'lumot berganimiz yaxshi bo'ldi. Ham o'rikni o'zi izohlarida o'qidingiz, qanaqa sort, qachon pishadi, nima qiladi. Qadrli do'stlar, muxlislar, Surxondaryoda mana Husniddin ukamiz, balki bunaqa ko'chachilar ko'pdir yana, lekin Husniddinda hali rosa qiziqib ketdilaringiz-ku. Qanaqa sort bu? Ertaroq pishirishimiz kerak ekan eksportga desangiz, Husniddinga murojaat qilaversa, mana shu erta pishar Mikado, Rubitsa, Subxon. Mana shu sortlar bo'yicha Surxondaryoda ham bor ekan, ishonarli. Hammasi. Inshaalloh. Natijalarini ham ko'rsatsa bizga, kimga bergan bo'lsalar bittasini ko'ramiz. Ishonch hosil qilish uchun bittasini olamiz, ko'rsatamiz. Bizda Denovda iqlimidan ko'ra o'sha Sherobod, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Termizlarga 10-15 kun oldin pishadi. Iqlimiga nisbatan. To'g'ri. O'sha navlar bir xil, Janubiy hududlarda Husniddin shunday. Shaftoliga o'xshadi, Husniddin, shaftoliga o'xshadi. Bular shaftolida nektarin bor, platina 4 bor, ki Patagoniyasi bor. 3 xil nav bor bizda bu yerda. Bular nima? Bular mana zontik tutlar bor, dekorativ, pastga qarab o'sadi. O'kadigan. Bularchi, bular payvand qiladigan emas. Bular yaqinda payvand bo'ldi, xurmo bu yerda, ramashka degan xurmolar. Bular ham shunaqami? Bular Gavalen olchalar, mana eksportga ketadigan olchalar. Gavalen degan sorti bor. Italyanskiy, ispanskiy mana uchagati ispanskiy qarol olchalar. Bunisi Gavalen. Bular hammasi zakazga o'zi bog'da egasi bergan. Nomlarini taniyotgan bo'lsanglar bilib olasizlar, biz hammasini ham bilmayapmiz. Endi bu bog'dorchilik bo'yicha mutaxassis. Buyurtmaga tayyorlangan egalar tayini. Egalar, bular buyurtma, o'zi ustini chetib qo'ydik. Nokmi? Bular nashvati noklar. Nashvati. Kivi nok bor, nashvati bor. Ironskiy nok, kivi nok. Ham nok qo'llangan. Bularda o'zi berganmisiz, bu yerda natijalari bormi? Natijalari qancha bor? Bular yangi olmalar bor, Turkuma Jeramen olma chiqdi, bilek qora olmalar bor bizda. Bormi? Xonzada bor, mevalar tuyuyapti. Qora Jeramen hangini bor, bilamiz. Natijalari deganda akam so'rayotgani, sizlardan olib boqganlar. Topganlar bo'lsa
Ha, ko'rsatmoqchimiz, ya'ni. ekilgan desangiz. Bular yosh bolalar ekan, ko'chatda ekib qo'yibdi. Natijasi bormi birovga Yo'q, bergan natijalari bu yosh bolalar deganingizga ham 20 yildan beri Endi bizda haligi bizdan kattalar ham bor-da. hozir men tushuntiraman. Bizda hoji akalar sotadi buni. Yosh yo katta, odiyga borsanglar, hoji bobolar ko'chat sotadiganlar. O'sha necha yillik tajribasiga ishonib ko'chat olishadi. Endi hozirgi sizlar turishinglarda ham yoshlarga ham ishonch bildirib, bemalol qilsa bo'ladi degan ishonch berishimiz kerak-da. Mesej shunaqa bo'lishi kerak. Shuning uchun agar jelatinni sizlardan olib ekkan qilganlar bo'lsa, o'rtoqlar, biz borib ko'rsatamiz. Husniddinning ko'chatlaridan qilganlarni realniy natijalarni ko'rsanglar bo'ladi. Nima bu yerda? Bu yerda 4 xil bodom bor mana. 4 xil bodom. Ha, toqqa bo'ladigani bor. Ha. Kattasi bor, po'sti chaqilaydigani bor, hammasi. Yaxshi sortlar. Zo'r. Mana dekorativniga o'xshaydi. Ha, bular dekorativni, bu oxirisi she'la dekorativ. O'rtoqlar mana juda bir ajoyib joylar bor ekan. Tepada yana 5-6 xil turdagi ko'chatlari bor. Biz hozir faqat pastdan kelib, mana shu hududda yurib, hozir yana orqada joylarimiz bor, olish uchun kelganmiz. Shuning uchun maksimal darajada yigitlarga bir ko'rib, bizga ko'rsatinglar, ko'zimiz bilan ko'raylik deb keldik. Juda xursandmiz avvalo. Kanalimiz bormi, internet kanal? Bor, ulanganmiz. Sizga Instagramga. Siz bizga ulanganingiz zo'r. Biz sizga ulanadigan kanal nomini ayting. Men o'zim lekin kanal qilmaganman. Mana endi katta muammoga yaqinroq kelinglar. Naryoqda aytvormadik aka, naryoqda tugatib qo'ysak nimadir bor naryoqda. Aytamiz uni. Avval bitta narsani mixlab ketaylik. Biz nima uchun kelganmiz? Hozir kelyapmiz, bog'lari bor, ko'chatlari bor, shuncha ko'rdinglar, narsalari bor. Endi hozir so'rayapmiz, qani kanal desak, aka kanal yo'q bizda deyapti. Ha, buni ekilishi qanaqa bo'lyapti, natijasi qanaqa bo'lyapti? Buni har kuni orada kunlik, haftalik qilib ma'lumotlar qo'yib oladigan ijtimoiy tarmoqda kanal bo'lishi kerak Husniddin. Shunday planimiz bor. Endi hozir ish ko'pligidan sal endi bo'shyapmiz. Xo'p, plan shunday o'rtoqlar. Jinoiy rejani shunday tuzamiz. Bugundan ochiladi kanal. Bugundan ochiladi kanal. Bunga yaxshi nom beramiz. Biz bilan kollaboratsiyalar ma'lumotlarni qo'yadi va keyingi yilga yetib kelguncha kamida 15-20 ta, balki 30-50 ta natijasini ko'radigan video dasturlar qilamiz, qo'yamiz va klientlarda o'sha yerda qatorma-qator Husniddin, biz ko'chat sotilib ketmasin deydigan qilamiz. Shunday. Natijasini qo'yib. G'ulomjon, siz ham bu nimada aktivsiz, ko'ryapsiz, bilyapsiz, kelib ko'ring. Bo'ldi, albatta kelib Husniddin bilan xabarlashib. Shunaqa. Shu yoshda, mana shu hali yosh bo'lishiga qaramasdan shuncha ishni qilgan, bularga faqat media yetishmayapti. Tajriba bor, bilim bor, ish bor, realni. Ana endi buni ijtimoiy tarmoqqa ko'chirib, buni realni xalqqa ko'rsatishimiz kerak. Tajribalar bilan o'rtoqlashasizlar, kamchiliklarni, hatto kamchiliklarni to'g'rilaymiz. Ana undan keyin sotishda kerak bo'lsa yordam beramiz. Natijalarni berib, o'zbek o'g'lonlari ham bemalol dunyo andozalariga mos ish qilishi mumkin degan. Mana shu dalani ko'rdim, hozir Yevropa dalasidan hech qolishadigan joyi yo'q. Zo'r. Bular hammasi 10 gektar, 8 gektar, kami 50 gektarlik bog'lardan o'sha Termiz, Jarqo'rg'on hamma bog'dan kelgan ko'zlar. Mana shu ko'rib chiqqan sizlar syomka qilgan bog'lardan kelgan ko'zlar. Zo'r. Shardan borib Shu yerda hosil shoxlarini olib kelib payvand qilgansiz. Ana shu payvand taglari ham kafolatlangan hammasi o'sha bog'larga ham berilgan ko'chat, o'zimizning bog'larga ham berilgan. Barakat. Hammasi shu katta bog'lardan keladi. Bizga hozircha tugatib oling. O'sha bog'lardan keladi, qo'lingizdan olib kelasiz. Ha, shu bog'larga kiramiz, masalan, Xonjizaga boramiz, Sangirdakka boramiz. 20-40 gektarlik katta bir tog' ichida olmalari g'arq pishayotganlardan ko'z qilib keladi bog'larga kirib. Bu ko'chatlarga juda ko'p ko'z kerak. Bu 2-3 ta daraxtdan qilmaydi, gektarlardan qiladi, gektarlardan. Ana ko'rdinglar, ishi bor, mehnati bor. Kanallar hozircha kontakt qoldiramiz. Keyin kanallarning silkasini beramiz. Kanallarga berib, o'zingizlar ko'rib, ishlarini ko'rib, layarni bo'lganlardan keyin bemalol orqaga chiqib qolasizlar. Qattiq xayrlashmay turamiz o'rtoqlar. Hali juda ko'p ko'radigan joylarimiz bor ekan, hammasini olib sizlarga tez kunlarda YouTube orqali, Instagram, Telegram, TikTok bor, Facebook bor, hamma tarmoqlar orqali sizlarga inshaalloh taqdim qilamiz. Manfaatli bo'ladi.